Assalomu alaykum. Tashqarida 60 gradus issiq, ichkarida 45 gradus. Cho'nnoylarimizni Xudo xolasa mana cho'nnoylarimizni inshaalloh mana shu tarafimizda qoldi. Bu yoq tarafga ham deyarli qilib bo'ldik. Mana kichkina kusokini ulab qo'yamiz. Xudo xolasa qanaqa chiqyapti akalar? Fikringlarni qoldirishinglar men uchun o'ta muhim. Xudo xolasa ijodimizda mana kelayotgan Navoiyimiz shundoq tushib ketdi bu yoqqa. Mana to'xtaydi yoki butun uramiz. Xudo xolasa mana shartta emas, mana bunaqa qovurg'a qilib stikiga unaqa qilish cho'rnoviy ham mana shunaqasiga bersa bo'ladi. Xudo xolasa chiroyli chiqadi akalar. Inshaalloh mana bu burchagimiz ham Xudo xolasa Xudo xolasa chiqyapti inshaalloh. Allohning o'zi yo'ntirmasin. Bu yoq taraf enimizni ham qilib bo'ldik. Inshaalloh mana enimiz ham Xudo xolasa tayyor. Okalar, mabodo kimga shunaqa xizmatli kerak bo'lsa jo'natib qo'yamiz akalar. Zallaga ish qidirayotgan akalarga sog' bo'linglar.